Odil aka 3-otingiz, a? Bu 3-ot. 3-otingiz. Maşallah. Bu Astraxon ham buni oti. İstanbul. İstanbul, maşallah. İstanbul. Yoshi 3 yaşlardan endi oshdi. Bu o'sha 5 oylik. Oo. Buni ham mana tarbiyalayapmiz. Mana sizga aytmoqchi bo'lgan gap, bu tarbiyalanib bolalardan ham otga ko'proq e'tibor beriladi. Ha. Bunchalik qilib tarbiyalamasangiz otni bo'lishi qiyin. Maşallah. Mana shu otni ham o'sha 8 oy 9 oylik olganmiz. Shu hozir 3 yaşlardan o'tdi, hozir 300ga yaqin bo'lib qoldi. Ha. Yani xudo xolasa bizni qo'limizda 1 yil bo'lsa 3 ta saraton 3 ta chillarni ko'radi. Maşallah. Odil aka qayerdan olgansiz buni, sir bo'lmasa? Buni mana shu noqotdan olganman. Hali qulun payti ekanda, ha? Bu paytda olganman, o'sha onasidan ajragan mahalda. Kuzda bozordan olganmiz, mana hozir va 3 yil bo'lib qoladi. Maşallah, mana hammasi yirik otlar, katta ot so'raganlarga. 3 dan o'tdi deyaptilar, Istanbul. Bo'yi nechi? Bo'yi nechiki 72? 72. 1.72, ha? Urvinda 72 o'lcham chiqdi. Ana, bu kichkina emas, katta otlar. Hali o'sadi inshaalloh, bu. Ha, xudo xolos. Zoti qanaqa parodasi? Zoti margosh. Ha. Mana katta otlar ekan. Mana otlardan bir top. Ha. Maşallah deb qo'yasizlar, tabarakalloh. Ko'z tegmaydi. Odil aka bozorda bir og'iz iltimoslarimizga yo'q demadilar. Toshkentdan ketsa mayli ko'rsataman otlarimni dedilar. Bu telefonga chiqaradigan otlar emas edi deyaptilar. Yevosh hamma tarbiyasi mana shunaqa qilib o'zini tarbiyalaydi. Mana ot. Mana. Ke. Lider ot so'raganlarga, katta otlar, baland otlar. Endi ham yo'g'on otlar. Laqabi Istanbul. Qirol, chempion Istanbul. O'zgartirish hojati yo'q. Hammasi ana udar laqabli ekan oldida. Maşallah. Yoshini ham, otishini ham mana ko'r. Ha. Mana. Yosh. Chiroyli ot ekan. Ko'pchilikga anaqa rangi yoqsa kerak. Ko'pchilikga tushadigan rang. Anaqa Odil aka buni narxini nima etadigan narxmi? Yo'q, buni biz hali sotish ko'ngilda xayolga ham kelgan. Ha, kelgani yo'q. Yana bunga 1 yil tarbiya kerak. Ha. Bundan keyin bizni nimadan chiqadi? Ha, bo'ldi, tushunarli. O'shani birovga bersak ham, sotsak ham birga topadigan qiyom kerak. Bo'ldi, tushunarli. Kepon otni haligi nima O'zbekistonlik hojibor otini bilmayman. Ashi yigit mana shu otlarni ta'rifini aytdi, bali boqish, echkilarni o'sha yigit aytgan tartibda boqilganda biz otlar. Ha. Ana shu yigit nihoyat to'g'ri gap gapirdi. Hali otni boshiga urma, anondaqmi? Otni bir xilga odam yugurib ketsa ham otni uradi. Ha. Eng ahmoq odam bo'ladi. Otni yugurib ketsa, aytganini qilyapsa, ursang bu inson emas-da, bo'ladi. O'zingni bolangdan ham bir alo bo'lib ketadigan odam bu. Sabab bunga o'ta mehr majalini berib tarbiyalaysan otni. Ha. Jahongir hoji Sirdaryolik aytibotdilar. Jahongir hoji juda ham to'g'ri gapirgan yaxshilarga. O'sha aytmoqchi, shunaqa qilib tarbiyalaymiz. Bunaqa hadimizro'miymiz, kamchimaymiz bizda otlar. Bolangdan alo qilib tarbiyalaysan, uloqqa borganda dushmaningdan kuchliroq qilib olishasan degan narsa bo'ladi. Otni mingandagi otni ishi shunaqa bo'ladi. Ashillarga ahamiyat berib, ungacha o'sha hamma o'zi o'rgatib qo'yamiz, kamchimaydigan qilib tarbiyalaganmiz-da biz otlar. Men o'zim o'g'lim mana shu turgan o'g'lim bo'ladi, uloq chopar. Ot tarbiyalashga juda usta. Kerak bo'lsa o'sha qirg'iz og'aylar ham otlarni olib kelib beradi, tarbiyalab ber deb tarbiyalaydi. Ismingiz kim aka, so'ramanmi? Turdi Muhammad. Turdi Muhammad aka. Odil aka o'g'illarisiz. Shu bizni deb o'sha yerdan kelib otimizni atabsiz. Sizga ham rahmat, sizni gapingizni ikkita qila olmaymiz. Sababi o'sha joydan kelishni o'zi oson emas. Rahmat sizga.
Rahmat. Shuning uchun otlarni yaxshisini sizga bir ko'rsatib qo'ydik. Rahmat, rozi bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Sizdan mehnat Ishingizga bersin. rivoj, barakasini bersin. Rahmat, Rahmat kattakon rahmat, Odil aka. rahmat. Boringlar bizga taraflarga. Charchamanglar. Hamma ko'rganlarga katta rahmat. Oxirigacha ko'rganlarga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mashalloh, tabarakalloh deb qo'yasizlar, ko'z tegmaydi. Mashalloh.